So'nggi yillarda Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilib, barcha yo'nalishlarda ikki tomon uchun ham birdek manfaatli hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xususan, ikki mamlakat o'rtasidagi bu keng qamrovdagi aloqalar dzyudoda ham ko'zga tashlanmoqda. Kuni kecha Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekiston dzyudo federatsiyasiga sport kiyimlarini topshirdi. Yaponiyalik mutaxassislar yurtimizda mazkur mamlakat sport turlarini targ'ib etishda yordam berib kelmoqda. Jumladan, dzyudo murabbiylari Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ham ushbu loyihalarda faol ishtirok etmoqda. Navbatdagi tadbirda butun Yaponiya dzyudo federatsiyasi Yaponiya tashqi ishlar vazirligi ko'magida O'zbekiston dzyudo federatsiyasiga 8 komplekt kimono sovg'a qildi. Bu o'z o'rnida sport diplomatiyasini rivojlantirish loyihasining bir qismi bo'lib, u sport orqali xalqaro almashinuv va hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Unda Kunchiqar yurtning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Hattori Takashi ishtirok etdi. Janob Hattori ikki davlat dzyudo federatsiyalarining hamkorlik rishtalari haqida gapirib, so'nggi yillarda o'zbek dzyudochilari xalqaro musobaqalar, jahon va Osiyo chempionatlari, Olimpiya o'yinlarida katta yutuqlarga erishayotganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston dzyudo federatsiyasiga tashrifim doirasida o'zbekistonlik yoshlarni Yaponiyaning an'anaviy jang san'ati bo'lmish dzyudoga qiziqishini ko'rib, juda xursand bo'ldim. Yurtingizda juda kuchli dzyudochilar bor. Uzoqqa bormaylik. O'tgan yili Parijda bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida Diyora Keldiyor va 52 kilogramda oltin, 100 kilogramda Muzaffarbek To'raboyev, og'ir vaznda esa Alisher Yusupov bronza medallarini qo'lga kiritdi. Balki bugungi uchrashuvga kelgan yosh dzyudochilar orasida ham bo'lajak olimpiya yetishib chiqar. O'zbekiston uzoq yillardan buyon Yaponiyaning muhim hamkorlaridan bo'lib kelmoqda va janob Hattorining tashrifi hamda u tomonidan topshirilgan kimonolar yurtimizda dzyudoni yanada rivojlantirishga, Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Tashrif yakunida ikki tomon o'zaro esdalik sovg'alarini almashdi.